Esinglarda bo'lsa, o'tgan safar bizning ofisimizga fransiyalik mehmon Pedro aka kelgandilar va ularning biznes partnerlariga o'zbekistonlik viza xizmatiga biz yordam bergan edik. Va mana ko'rib turganingizdek, vizaning natijasi chiqqan ekan. Juda ham tez chiqdi, to'g'risi hayron qoldim. Bu turist viza emas, boshdan aytib qo'yapman, bu biznes viza. Bu viza bilan ular bo'lib Fransiyaga выставkaga qatnashmoqchilar. Natijasini birgalikda ochib qo'yamiz. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek yopiq. Ya'ni aytmoqchiman, sveji olib kelingan. Ichida ochib ko'ramiz. Xo'p, bismillah. Ichida qanaqadir qog'ozi borda. Отказ deysizlarmi? Yo'q, bu отказ emas. Bu o'sha приглашениеdan qilinadi-da biznes vizaga. Shunga. Xo'p, bu mana 2000 yo'q, bu birinchisi. Bularga biz ikkita olib berganmiz, ya'ni 2025-yil olib berganmiz. Mart oyida borib kelish uchun. Keyin yana bu ikkinchisi endi chiqyapti hozir. Xo'p, ikkinchisini ko'ramiz qani. Mana ikkinchisi ham berilibdi. Ikkinchisi qaranglar. 6 oylik multi viza. Yaqinlashtirmang endi ma'lumotlarni yashirish uchun mana 6 oylik multi viza pastda rasm qilib ko'rsatasiz. Endi ikkinchilarni vizalarni ko'ramiz. Aka-uka bular. Xo'p, ikkinchilarda ham mana shunaqa narsa bor, chunki ikkita qilingan bu narsa. Xo'p, mana bu kishida ham biz bitta bundan oldin olib bergandik. Mana birinchi vizalari bu. Bu viza bilan mana borib keldilar. Pechatlari akalari bormagan, ukalari borgan. Endi bu yil mana aka-ukaga mana topshirdik. Mana bu kishiga ham 90 kunlik multi beribdi. Pastda katta qilib ko'rsataman, chunki ma'lumotlarni yashirish uchun mana shunday qilib ko'rsatyapman. Mana ko'rib turganingizdek, shu aka-ukaga viza nasib qilib turibdi. Ikkita Fransiyaning biznes vizalari. Agarda sizga ham Fransiyami, Germaniyami, boshqa Schengen davlatlariga biznes viza kerak bo'lsa, bemalol Globus viza markaziga murojaat qilsangiz bo'ladi. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz, batafsilroq ma'lumot beramiz.